Assalomu alaykum hammaga. PVZ kabellarimiz keldi. 1ga 1,5, 1ga 2,5. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Delix do'koniga aloqaga chiqasiz. Kabellar svetofor bo'layotibdi. Do'konimiz mijozlar hech qachon xafa qilmaydi. Kimga qanaqa turdagi kabellar kerak bo'lsa, kelib berib yetkazib beramiz. Eng qizig'i bugun 1-fevral band bo'lgan kunim. Ertaroq yoqib ketaman desam do'kon. Hech iloji bo'lmayapti. Ikkinchi ana Isuzu labomiz keldi. Bundan hozir 4ga 185 kabelimizni tushirib olamiz. Bundan keyin 3-chi labomiz bor ekan hali. Qanaqa muhim kun bo'lishidan qat'iy nazar, bizning do'kon klientlar uchun ishlaydi. Sifatni va mijozlarga xizmat ko'rsatishni birinchi ochig'iga qo'yadi. Do'konimiz manzilini bilasiz.